Mana bugun yangi mashinamizni boshlab oldik. Xitoy davlati ishlab chiqargan avtomashina oldidan normal deb qo'rilgan. Ikki qavatli joyga ta'mirlashga kelgan. Buni ko'p narsalari hali kelgani yo'q. Kapot, laboy, usullari zakazga keldi. Laboylarni tag qismi bilan kirgan. Lonjironlari ham qattiqroq narsaga kelgan. O'sha sababdan mashina orqalari chetida ketgan. Laboy taroqlari ko'p joylarni o'g'in qilib beramiz. Sababi zapas sal muammoroq. Bu katta narsalar yo'q. Katta narsalarni topdik. Kapotlari yirtilib ketgan. Yangi mashina egami ham tortish jarayonlarini hammasini qo'yib boramiz. Kuzatib boringlar. Mana kapotlarni yechib oling. Oldi laboy taylari juda ham kirib ketgan. Germetiklari ochilib ketgan. Bu taraf ham xuddi shunday. Ularni o'zin tortiq qilamiz endi. Mana shu mashhur pulsatorga sepib ko'ramiz. Sifati ham a'lo darajada ekan. Shagrinlari ham cho'tki chiqyapti. Mana taqilayotgan mashinamiz ham tayyor bo'ldi. Wheeling mashinasi. Xitoy davlati ishlab chiqarilgan. Buni ikkita oldi krilosi, oldi farasi, oldi kapoti almashdi. Bufelari, faralari, zazorlari ham cho'tki chiqdi. Kraskalari ham, shagrinlari yu padbori ham biriga bir tushdi. Xudo xohlasa, padborchiklarini zo'r taxlab berildi. Torpedalariga ham zazor qolmadi. Shu normalni qo'yib qo'yilgan. Buni oldidan qattiqroq jarohati bor edi. Bu mashinamizda oldi sliterini, fuel shivillarini o'zimiz yasab chiqdik. Ko'p zapchastlar topilmadi. Killolarni boltarigacha joyiga sepilgan, ammo kulish tekkan bilinmaydi. Oldi sliterlari ham motorimizni ichki qismi cho'tki qilib yig'ib chiqdik. Buni radiatori narxi juda qimmat ekan. Spark radiatorini Kansaner radiator bilan birga podyon qilib qo'ydik. Tushishi a'lo darajada mana. O'tirilgan joylari ham. Endi kansanerini trubkalarni ulatib bir zapravka qilsa, xudo xohlasa yaxshi ishlab xizmat qilib beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar.
Salomat bo'linglar.